Milliy gvardiya saflarida 1 yil davomida namuna ko'rsatib, muddatli harbiy xizmatni o'tagan bir qator askarlarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanomalarni tantanali topshirish marosimlari bo'lib o'tdi. Dastlabki lavhamiz shu mavzuda. O'tgan 1 yillik xizmat davomida muddatli harbiy xizmatchilar nafaqat jismoniy, ma'naviy, ma'rifiy va jangovar tayyorgarligini oshirdi. Shuningdek, davlatimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalanib, oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirmoqchi bo'lgan 1300 nafardan ortiq askarlar imtiyozli tavsiyanomalarni qo'lga kiritishdi. Bundan tashqari, kelgusida tadbirkorlik va boshqa ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan 1600 nafardan ortiq askarlar 14 turdagi kasb-hunar kurslarida o'qitilib, sertifikatlarga ega bo'lishdi. Men 1 yillik xizmatim mobaynida jismoniy, ma'naviy, ma'rifiy, undan tashqari kasbga yo'naltirilgan fanlarda ham faol ishtirok etib va tavsiyanoma va sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Tavsiyanoma orqali Jamoat xavfsizligi universitetiga o'qishga kirib, ustozlarimiz bergan ta'lim-tarbiyalar orqali o'zimizning xizmat vazifamizni bajarishda davom etmoqchiman. Mana 1 yillik muddatli harbiy xizmatim davomida jangovar tayyorgarlik va ma'naviy bilimlarimni oshirib bordim. Xizmatim davomida kasbga yo'naltirilgan markazlarimizda kasblarni ham o'rgandik. O'rganishimizning asosiy maqsad fuqarolik hayotimizda bu ham bizga oson bo'ladi. Xizmatim mobaynida bilimlarimni yaxshi orttirganim uchun jangovar tayyorgarlik, ma'naviy ma'rifiy bilimlarni olganim va test sinovlarini yaxshi topshirganimiz uchun oliy o'quv yurtlariga kirish uchun imtiyozlardan biriga ega bo'ldim. Maqsadim Jamoat xavfsizligi universitetiga o'qishga topshirib, u yerni bitirib, Milliy gvardiya saflarida ofitser bo'lib xizmat qilmoqchiman. Tadbirda safda turgan yigitlar misolida harbiy xizmatda qolish istagini bildirib, kasbiy saralash tanlovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan askarlar o'zining intizomi, bilim va salohiyatini namoyon etib, Milliy gvardiya saflariga qabul qilinayotganiga aytib o'tildi.